Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining Abdel xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 8 fevral Rabia Qadir xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari Yaponiyadagi ataqli jurnalist Yoshiko Sakurai xonim bilan ko'rishib, Xitoyning Uyg'urlarni qanday bostirib atganligini anglatgan. Yoshiko Sakurai Yaponiyadagi nopozliq strategiya jamiyatlardan davlatlik negizlik masalalar tadqiqot institutining qurg'uvchisi. O Rabia Qadir xonim qatorliqlarni o'zining Tokio sirtidagi da'vatida alohida taklif qilib, 2,5 soat suhbat o'tkazgan. Suhbat jarayonida Rabia Qadir xonim Uyg'ur elining yaqinqi vaziyati, Uyg'ur xalqining Yaponiyadan kutadigan umidlari haqida to'xtalgan. Sharqiy Janubiy Osiyo ellari orqali Turkiyaga kelgan Uyg'urlar bozorga sağan Uyg'ur non samsilari yerliklarning olqishiga erishdi. O'tgan bir necha yildan beri Turkiyaga ko'chman bo'lib kelgan Uyg'urlardan 100 oila Qaysari shahriga o'rnashtirilgan. Shuning bilan bu shaharda ikkinchi Uyg'ur mahallasi qurilgan. Bu mahallaga joylashgan Uyg'urlar oila tijorati sifatida non samsi yiqib setishga boshlagan. Xabarlarga qaraganda Uyg'ur nonlari shu joydagi Uyg'urlar yaxshi ko'rgandan boshqa yerlik turklarning mu olqishiga erishgan. Hatta Türk navoiylarmi kelib, Uyg'ur neni to'g'risida ma'lumotlar egallagan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil muhit beshiga har xil ig'ir qismatlar kelgan Uyg'ur ko'chmanlarga umid beg'ishlashga boshlagan. Yo'pirg'i bayovatlik arizda Ömer Rozi o'zining 3 yildan buyon doiralar tarafidan zo'ravonlik yo'lga vositalik oldi majburlanganligini, lekin bu yo'lga mangmaganligini ilgari surdi. Onun qarashicha o Beijingdagi mezgilida doiralar uning uyiga besib kirib, kasalchan dadisiga tilsagan va dadisining qon besimi o'rlab o'lib ketishiga sabab bo'lgan. O dadisining ziyonkashlik uchirishi va soqchilarning yo'lsizligini o'zini cho'ngroq bir ish chiqarishga quturitish deb qaraydiganligini bildirdi. Ömer Rozi mazkur yezi sepbergan atalmish amin uy qurilishidagi bexatarlik masalasi ustidagi arzini hali ham davom qildirmoqda. Xalqaro chegirsiz muxbirlar tashkiloti 12 fevral 180 davlatning matbuot erkinligi ko'rsatkichini e'lon qildi. Mazkur ko'rsatkichda Xitoy yana orqada qilib 176-o'ringa tizildi. Ularning bildirishicha, o'tgan bir yil ichida o'xshamagan sabablar tufaylidan dunyoning axborot uchur erkinlik vaziyatida umumyuzlik chekinish bo'lgan. Ko'rsatkichdan qaraganda Finlandiya, Norvegiya, Daniya, Gollandiya va Shvetsiyalar matbuot erkinligi eng yaxshi oldingi 5 davlat qatoriga kirgan. Matbuot erkinligi eng nachar 5 davlat bo'lsa, Xitoy, Suriya, Turkmaniston, Shimoliy Koreya va Eritreya qatorliqlardir. Yakshanba kuni İstanbuldagi Sultan Ahmad Jamisi maydoni va Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishlarda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizgan milliy diniy zulmlar ayblandi va Uyg'urlarning yolg'iz emasligi ta'kidlandi. Namoyishning birini Turkiyaning eng chong ommaviy tashkilotlaridan Alparang o'choqlari İstanbul sho'bisi, yana birini Milliy Turk Taliblar birligi tashkiloti uyushtirgan. Namoyishchilar Turk va Sharq Turkiston bayroqlarini ko'targan holda Sharq Turkiston qanjiqlaydi. Xabaring bormi? Qizil Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ket. Haq-huquq, adolat, Sharq Turkistonga hurriyat deganga o'xshash shoarlarni to'ladi. Bu ikki namoyishga 2000 dan ortiq odam qatnashganligi ma'lum. Yengshanayishdagi ma'lum bir o'tir maktab o'qituvchisining bildirishicha, ular o'quvchilar bilan suhbatlashib, ulardan nima ishlarni qilganligi, ota-onasining diniy ta'lim tarbiya bergan-bermaganligi qatorliqlarni tafsiliy so'raydi ekan. Koncha nayasi Yangi O'stan yezisidagi bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi o'z yezisidagi barliq maktablardami yuqorqi siyosat davom qilayotganligini bildirdi. Uning aytishicha, doiralar yana o'qituvchilarni atalmish nuqtaliq oilalarni ziyorat qildirib, ularning ahvolini qarorlik egallab turdi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.